Hozir Maximus Sanchonni ijro etamiz. Yo'q, o'xshatamasam kerak. Qachondan beri o'z maqsadim tomon intila boshladim. Shunchaki har o'tkazgan onimdan baxtli bo'lib yurgandim. Qilolmaysan deganlar bisyor edi, lek boshim ko'tarib davom etdim. Chunki ichimda olov yonmoqda, uning nuri porlab ko'zlarni qamashtiradi va men buni hech qachon unuta olmayman. Men yuguraman va yuragim amriga bo'ysunaman va men yozaman hayotimni har bir hikoyasini. Taqdir oldimga qo'ygan barcha devorlarni buzib o'taman. Men yiqilaman va yiqilaman, ammo kelajagim porloq, buni bilaman va bu meni shaxsiy nazariyam. Sizlar bilan Maximus Music.